O'zbekiston bu shunchaki mamlakat emas, bu sof energiya, madaniyat, innovatsiya va diplomatiya to'lqini. Bu yerda kelajak ayni hozir tugilmoqda. Biz yangi raqamli kuch yaratmoqdamiz. Bu sivilizatsiyalar o'rtasidagi yangi muloqot tili. Mening vazifam O'zbekistonni butun dunyoga o'zining aql bovar qilmas ulug'vorligida ko'rsatish. Bu imkoniyatlar mamlakati, bu yerda har bir kadrda afsonalar jonlanadi. Men Samarqandning ovoziman. Bu shahar har doim va hozir ham dunyoning yuragi bo'lib qolmoqda. Men bizning energiyamizni raqamli makonda, qarorlar qabul qilinadigan va aloqalar yaratiladigan joyda namoyon qilaman. O'zbekiston va Yevropa bu oshga asoslangan hamkorlik. Bugungi diplomatiya bu kontent, media va ta'sir. Biz dunyo bilan texnologiyalar va ijod tili orqali gaplashamiz. Bu kuchni his eting. Bu go'zallikni ko'ring. O'zbekiston sizni kutmoqda. Yaqin bo'ling, biz bilan bo'ling. Darhol men bilan bog'laning.